جاء حديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه تسبيح. Abi Hurayra radıyallahu anh haberinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, agar biror kishiga namoz o'qiganda, masalan uyinda biror kishi namoz o'qiganda anga eshik shoqib biror kishi kirishga ruxsat so'rar ekan, u namoz o'qiganda aning ruxsat etuvi narsa bo'la? Tasbihat, ya'ni subhanalloh deb aytuv. Subhanalloh deb aytuv. Va iza stu'zina ala mar'ati wa hiya tusalli fa iznuha tasfiq. Xotin qiz o'qiganda, masalan xotin qiz o'qiganda uyina kirga biror kishi ruxsat so'rar ekan, aning ruxsat etuvi namoz vaqtida narsa bo'la? Qo'l chabu. Ya'ni qo'l bilan shloytirib sug'ib olu. Er kishi subhanalloh deb aytadi, xotin qiz shloytirib qo'l bilan sug'ib ola. Shunga ko'ra bu hadisda agar sen namoz o'qiysan ekan, birinchidan sen namoz o'qiysan ekan, ham shu vaqtda biror kishi kirga ruxsat so'rar ekan, ishingga shoqib, ya'ni tovush bilan kirga yaraymi deb sen er kishi ekan subhanalloh deb ayt. Subhanalloh deb ayt. Xotin qiz ekan qo'lingni shovib ol, qo'ling bilan sug'ib ol. Ham shulay endi biror yurtga kirga tilagan kishi birinchidan shit yurtga ruxsatsiz kirga yaramay. Shirt yurtga ruxsatsiz kirga yaramay. Shunga ko'ra sen ruxsat so'rab, ya'ni eshik shoqib, sen subhanalloh degan tovushni eshitasan ekan, ya'ni qo'l shovib olgan tovushni eshitasan ekan, demak senga kirga ruxsat etildi. Demak senga kirga ruxsat etildi, ham bu vaqtda yurtning xo'jasi demak narsa ishlaydi? Namoz o'qiy. Yurtning xo'jasi demak namoz o'qiy. Davom etamiz.